Nergize'nin 20 yolda. Başkalar bulap gitti aça. Bulap gitti demsiz? Oy, çaşakımıgansın cimdemsiz. Nergize'nin bulap ketken balına ismi Rifat'ka. Kızlarımın uzatından lobuna Reyim diye adamın oğlu deydi aça. Bu şu umurumlarındaki qarmayda ürümçi setlişi bek yaxşı bu atada deydi. Bizning unimiz haqiqatan yaxshi ukam. Bu xaridorlarning bu takliflarini cho'qim o'rnimizoq bo'lmaydi. Albatta shunday qiladi-da. Men nimil degan bilan ishkirga donliq oliy maktab bitagan tursa. Dimsim shu qarashdila. Kelishgan qantingizga aql parastlik yushurgandek bo'ldi. Rifat degan balının batısı bulan mı? Ana Rifat sulma. Nima bo'ldi? Aslında balları menen kızından kaçıptı. Nima deyaptilar? Paket ne degan? Sıldan balları Ali mektepten ziyarlıyız bosça. Menen kızımla da Ali mektepten ziyarlıyız. Ha qizlarni vaqo qara. Ha yerim yo'lda churitlab ketaveraman deb qo'yasan da. Haydi taşaydı. Nima jinim çıkıdı madem. Siz qamdashmagan bola ekansiz siz. Qarang acha, mala sizga yolg'on gap qilib beshingizni qaymoq turib ketdi. A balla qizingizni majburiy mashinaga besib shahar taraf ketdi. Apa ben qaytib keldim. Apa bir ish bo'ldimi? Biraz açığınızı keltirib qo'ymagandim. Ya biraz nesi pullarınızı veremey kaldım ya. Aras apa, siz bayatın telefonda öy bağancal paranşılgan gap bor deydi otatanız. Siz Rifat degan balni qanday tunaysiz? Sen tazdıkçı, men taz devalaydı. Rifat'ni qanday tunaydiganligini mendan so'ratamsiz. Siz o'zingiz tepiqing. Kim o'zi Rifat degan zodi? Siz nima deb o'qishdi ekan? Yo'q apa shu siz boy pulsiz qo'yildi Imron degan balni maktabga olib qo'ymadim. Men odam yo'q yerga olib mashinani to'xtatib askar qilmoqchi bo'lgan vaqtda Rifat degan bola bilan do'sti Dilyar qutqizib oldi shu. İmran ma'un tatimidi-ku. Peshit gapimni oxirini anglamchi apa. O'zingiz bilsiz-ku, Imron boyadan yaningizda men maktabga olib qo'yman deb aytib ketgan. Lekin boya yarim yo'lga kelgan vaqtda niyatini buzmoqchi bo'lib, ondan Rifat degan bola bilan do'sti Dilyarga qutqizib oldi. Shu vaqtdan da o'zaro tunishib qoldik. Alsam u bola bilan shu bir idora imtihon berdik ekanmiz. U bola loyiha bo'yicha yozuvchi imtihon birinchi bo'lib ekan, men ikkinchi bo'lib qolgandim. Balkim birla odam oldiga idoraga shu bola o'tib qolishi mumkin. Qaramani. Bir ko'rishib maqtab ketganni. Ha? Nechoqdan to'nishamdim? Nima qilmoqchidinglar? Yo'q, opa shu boy dedim. Bu meni qutqizib shu jarayon tunishib qoldik-da. Telefoni qana? Imron degan bolaning mashinasi. İsteme telefonunu. Bundan ki ma indam netice çıkıcı. Ma dükkan qaraysa sen. Herkes tada çıkmaysa. Uqtыңma. Opa acaba bugun g'alati bo'lib qolibsiz. O'zimni opsig'im o'qishmay qo'yasiz javob. Gap noz qilib ma uyga berib tomoq aytchigu. Men mayli dükkanni itib, kenandilla borman. Bu kızıl bakmak nemadan tezdi? Andra ukam. Imron aka kelib qolibsiz-ku? Ha. Qizvalning rasmiga qarab o'tirib ketgan o'xshamsan? Birdan ishlab aka shu. Bak qizvalga qarab o'tiravermaysan ukam. Tamdagi rasmlarni sayyasidingmi? Ha, mayasida. Qara, menga menda so'ygi muhabbatlik rasmlaring kerak emas.
cho'ng turkumda bir rasm yasab bersa. Ammo ma ishni sen bilan mendan boshqa hech kim uqib qolmasin, tushundingmi? Tushundim aka. Akalar. Tushundingmi? Tushundim aka, tushundim. Yasay olamsan ya? Yasayman. Pulusi jiq ish. Ha? Unidaring nacha? Rasmni unidaring avat etaman. Ammo ma ishni sen bilan mendan boshqa hech kim uqib qolmasin. Pulda qanchalik chata yo'q. Tushundingmi? Tushundim, tushundim. Ishoni qila. İmran aka ma kirishga rasmlar bo'ptimi? İmran aka ma kirishga rasmlar Oy. Ya fikam bu nima kirishtirding sen? Men bular to'y rasm kirishtirib berdim bu qo'lni tutqizib mang'uzib qo'ysang bu qanday xato tushunda? Men sana deb beray qara. Bunda bir rasmni varg'iliqi xalq ko'zim uju ma kim voy bad qiliq ma kimning balasi xalq tillab lanat o'qib yetadigan bunda tushundingmi? Oshunda kirishtirsan. Bu nima bu bunda kirishtirsang bu men qanday ishlatim buni? Tuzuk ish qila tuzuk. Nima bu? Lekin o chandamay kirishtirib tutganmi? Buldu aka tushundim. Buldu aka. Vay ma bir qitim desang bo'ldi gapni. Bu tushungan bo'lsang qara gapni takrorlamay bir qitim desang bo'ldi. Shash kirishtir ha? Chiroyli-ku kirishtirib xil yangi vatas kechma bu. İmran aka unda bo'lsa siz ko'rsingizmi hijlovda qilib kirishtiray. Lekin pul qo'shib berishni unutqanmasiz. Fikam kim chaqlab qolding meni? İmran Kang'da var qara fikam. Puldan boshqa narsa yo'qmi men sana deb qo'yay. Navada mush ishni men degandeklam qilib qolsang, aslında kichik katakdak ishxonani yo'g'on ishxon qilib o'tish mumkin. Ma sen buningdan mening muqim inim bo'lsa, tushundingmi? Shash. Ma yon ta'kidlab qo'y, rasmlar cho'qim eng qilin darajadagi rasm bo'lish kerak-chi-ma? Pul qo'shib berasiz deb ketgan. Mana deb aldab qo'ymiz deb shimlarni. Ay, gel xurmabsan bu. Şu mağanda gözlerini çekçeyip gitti. Ko'zlaring chek-chek ketibdi demak. Menga masalalaringni obdan topshirib bergan, men sana qo'yay. Masala? Va imtihon maydoni hammasini topshirib bo'ldim. Sana topshirgudek masala qolmadi. Xo'ldimi? To'la eg'zimni g'ilishlamay, men sana deb qo'yay. Men masalani topshirsam, topshir. Agar masalani chiroq topshirmasam, buniki men bu sug'urni atlab men uy kirmay, men ko'zimda bir yo'qolay bolam menga. Chaq-chaq qilyapsan rasmi? Men sana chaq-chaq qanda ko'rmayotgandim hozir. Men qarsam bu chaq-chaq qilgandek emas. Dada, qanday shu ishdan qat'iy nazar o'tirib paranglashlayapmiz. Bak yerib ketdi. Jira dada. Ha, jira. Ha, o'tiraverdi. Ha, nima ishda? Sen nima ishlarni qilib yuryapsan bolam? Nima ish qildim? Imtihon belgiladim. Imtihon berib qaytib keldim. Shuma? Bugun zavod qilavu. Mening ishxonamga bir xotin aymanmasdan kirib, men taqdim so'zlab, hatto mening qizimni ap qochdi degan gaplarni qilib ketdi. Men o'qitonga, mening o'g'lim unda ishni qildigan bola emas deb nurg'un gaplarni qilib aran yo'lga soldim. Sen mushunda mening yuzimni to'kadigan ishni qilib yuramsanmi jamiyatda? Dada, bu mandaq ish men sana tushundiray. Ha. Bugun aytgan imtihon maydoniga ketib bo'lsam, bir qiz bolaga bir o'g'on bola po'xirlik qilib o'tibdi. O qizlarni men uning qo'lidan qutqizib, imtihon maydoniga olib qo'ydi.
Ben senin yüzün tökmüdüm. Ekse senin abroyun kütəgdə iş qıldım dada. Boğaşmış şu. Boğa işmişima. Ben senden neçe vakit yok balam kız balamında bir muhabbetin var mı desem yok davatkandım. Bunu bugün muhabbet çıktı. Sen bu kız balı zaten arlaşkılı kanç uzun oldu ya. Dada, o kız valla benim muhabbetim emas. Ha. Ben o kız valını tanıydım. Lekin biz uçuruş bakmagan. Bugün muşunda uçuruş bop kaldı şu. Muşdal bop kaldı mı? Ha? Şunda bop kaldı ya. Ha telefonumla la. Ne kılsa? Öyle ha telefonumla. Hadi gör baka. Sevizden haberi yok, görücüden mi yaptı da bir kız bilen tanışıp boğuça toy bağı kep boptu da bir yerde. Kız. Gökle. Dada, ben senin oğlun sen benim dadan. Şunda boğandı ki man bırak ettim işine baksan ne buldu? Ben senin abroyun töküdüğü işini hiç kaçan kıp bakmadım hem kınmayım. İşine canım dada. Ben bugün bek çarçap kettim aram avulay. Kandak iş buluşuna katı nazar şey makul mu? Bala. Ben sana bugün yürügümdü gitme bir devolay. Sen bağı ma kızıl alma un zavutununki kelgüsideki varisi. Sen muşunda kalayım kan iştahını kıpşırsam. Ben bu zavutlu kanda sana hatırcam tapşırıp koyma canım bala. Sen onda benim yüzümü tüküdüğün onda iştahını kınma. Beni hapkınma canım bala. Benim oğlumga o'xshash jamiyatda bir erkakdek, bir yigitdek yashag'ina men qo'shilay senda. Dada. Herkes onda iş kınmayın. Ben bir kız var ep kalsa toğra ya hata bulgalkıma obdan bilime. Ben senin oğlun. Oğlun boğan iken senin bana ügetkenlerinin hemisi benim kallamda. Ben senin yüzüne abroyun töküdüğün işini hem kınmayım hem kıp bakmadım. Bana işe. Bulamda dada. Bo'ldi. Hem de aramasam bulganda. Chiqib arama. Qolgan gap so'zlar bo'lsa, kelib ayrim paranishamiz, ha? Mehnatlar bilan bizni tablab baqar. Canım dada. Sen başkalarının gibi işini vermey. Benim gepimden işine koy. Keşfet gitti. Sen baldurak arama. He? Aramal balam bo'ldi. Mühürni baskan. Dadam adli bir insan Hamga peshqon hayotlik mazlida Neymanınız? Neymansan nimkarınız. Oturup bey. Özüm yana paralayman. Karan, bardığa yeriniz xeyli jirak emasmi? Egiz başını ayak kiyip apsiz. Putunuzga içiniz ağrısa çıkmayın. Bundaq meynat maşinaң bağı, açan çıqırıb al bildingmi? Pes. Mening açam yok Karan. Akşam evetke resimde ko'nglingiz kepti. Çıkmayın, chiroyli. Kim bo'ldi? Nima bu ko'p kunduz bir qiz olib ozaqib yursa? Sen kim o? Men Qadi. Men kim o? Voy, sen kim bo'lsang nimchatig'ima va adash. Men tanimaysiz nima? Yo'q. Emek deb ko'ying. Karan, men cho'q. Nimaga adam g'imba bir adam ishim var deb. Yanib shirish qolmaylar uqdingmi? Ya yo'langga manga. Saliqma uqdingmi? Qap to'xtabdi. Ne kaçmakçı? Ha? Ma resimlerim takılıp şermende olup gitmeyi de kazıyım.
Rasmlarni qanday kirishtirdingiz? Hozir fan texnikaning kuchiga sal qarg'ili bo'lmaydi. Siz ko'p o'qigan odam. Men nima deb tushunasiz aqchim? Ha? Qarang. Men sizga boshqa gap qilmadim. Men faqat sizni do'koningizga olib qo'yay deyapman. Navodi yana jahillik qildi ekansiz. Men sizga internetning kuchining qanchalik zo'rligini ko'rsatib qo'ymay, ha? Masalan, ma'ni uqsiz. Shunday bo'lganda ekan, gapim bor. Men uncha eski bolani emas. Bexatarlik birinchi.